Bugun sizlar bilan One Piece animesining bosh qahramoni Monkey D. Luffy haqida gaplashamiz. Pogniali Dattebayo. Luffyning asosiy maqsadi dengiz qaroqchilari qiroli bo'lish va afsonaviy One Piece xazinasini topish. Laqab, ya'ni nickname Somon shlyapali Luffy, Straphead Luffy. Irodasi ozodlikni hamma narsadan ustun qo'yadi. Do'stlar uchun dunyo hukumatiga ham qarshi turishga tayyor. Super kuchi Gomu Gomu Nomi, Hito Hito Nomi, model Nika iblis mevasini yegan, tanasi rezinaga aylangan. Eng yuqori cho'qqisi Gear 5, 5-uzatma. Bu holatda u quyosh xudosi Nika qiyofasiga kiradi va xayolidagi har qanday jannatnamo narsani haqiqatga aylantira oladi. Haki kuchi dunyoda juda kam uchraydigan, milliondan bir odamda bo'ladigan qirollik hakisi, Haoshoku Haki sohibi. Hozirdagi mavqei dengizning 4ta eng qudratli imperatoridan biri Yonko. Boshi uchun mukofot 3 milliard berri. Tushunishingiz uchun bu 3 va orqasida 9 ta nol bor son. Keyingisi kimligi haqida kommentariyaga yozib qoldiring va kanalga obuna bo'ling, yo'qsa Kyoshiki Murasaki